Endi sertifikatga tushgan funksional tenglamani ko'ramiz. Funksional tenglama quyidagi ko'rinishda berilgan. F2 va F2 uchun toping deyilgan. Biz funksional tenklamadagi fx ni topishga harakat qilamiz. Xo'p, buning uchun hamma jami barcha x ning o'rniga bir tasma x qo'yib chiqamiz. Bu yerda x o'rniga bir tasma x qo'ysak, x plus bir tasma x, buni o'rniga bir tasma x, bu yerda x o'rniga qo'ysak, fx hosil bo'ladi. Xuddi shu kabi buni o'rniga qo'ysak, 2x plus 1 tasma x plus 1 hosil bo'ladi. Endi berilgan tenglama bilan hosil bo'lgan tenglamani sistemaga ishlaymiz. Bu yerga bizga fx kerak bo'lganligi uchun f bir tasma x yo'qotishimiz kerak. Shuning uchun mana oldidagi x plus 1 tasma x ga ikkinchi tenglamamizni ko'paytirib yuborsak, bu ikkitasi bir xil bo'ladi. Keyin pastdagidan tezligini ayirib olamiz. Demak, bu bilan ketdi. Ko'paytirib olganimizda x plus 1 tasma x ko'paygan bu bo'ldi. Minus fx bu. Demak, ikkalasi fx qarshida tashqariga chiqarsak, x plus 1 mana bu ko'paygan x plus 1 tasma x, bunda minus 1. Buni x plus 1 tasma x ko'paytirganligimizda buni x plus 1 qisqarib ketib, 4x plus 2 tasma x hosil bo'ldi. Keyin ayirib oldik. Ayirib bu ma'noda berib soddalashtirsak, fx ifoda ko'payganda x kvadrat plus x plus 1 bir xil ifoda hosil bo'ldi. Bularni qisqartirib olamiz, chunki diskriminant bundan kichkina, bundan farqli. fx biz topsak, fximiz 2 tasma x plus 1 ko'rinishga keldi. So'ralgan narsa f2miz 2 tasma 3, f kvadrat 3imiz 1 tasma 4 ga teng bo'ldi. Yana bitta ma'lumot, bizda f2, f3 ni so'rasa, odatda mana shu joyda x nomiga bir marta 2 ni, bir marta bir tasma kirib qo'ysak, xuddi shuni singari narsa hosil bo'ladi, ifodalar hosil bo'ladi. Faqat qulayroq bo'ladi, chunki bu yerda sonli bo'ladi. Hisob kitob qulayroq bo'ladi. Shuni olib ishlashni tavsiya qilaman.